所以我感觉一切都很珍贵。我美不美，答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，快乐让人变得美。You got me beautiful too, you got me beautiful, you got me beautiful too, you got me beautiful. 大地能多斯蒂。Bova, yo'ldan o'tganda diqqat qiling. Yuring, sizni yo'ldan o'tkazib qo'yay. Ochdi yo'q. Hech qisi yo'q. Sizni omon-eson o'tkazib qo'yaman. Ansirmang, bova. Yo'q. Qarang, bova, mana omon-eson o'tdik-ku. O'tishni o'tdik. Biroq boya aran tasda u tarafga o'tgandim. Meni yana bu tarafga o'tkazib qo'ydingiz-ku. Qizchaq, bak yaxshikansiz. Meni yo'lni o'tkazib qo'yganingizga rahmat. Arzimaydi, bu qilishga tegishli ishim. Hozir yaxshi odamlar ozlab, eski odamlar ko'payib ketdi-ku. Bova, sizga bir ish bo'lmaganda? Amaliyotda bu mutlaq ish. Dadi bir bobay bilan yuriydi-ku. Buni hargiz boshqalarga demayman. Dadi bir boy bilan yuriydi-ku. Aha, dadi 100 yoshli bir boy bilan yuramda. Asta. Nima? Dadi 100 kilo keladigan bobay bilan yuribdimi? Ay singlim, 100 kilo emas, 100 kilo bo'lsa orangutan bo'lib qolmamdi. Dadini 100 yoshli bir boy bilan yuriydi deyman. Asta. Ha, aslida bundoq ekanda. Sizga keldi. Shanxoy, dadi 100 kilo keladigan bir orangutan bilan yuribdimish. 4-hamma. Bu gapni kimdan angladingiz? Yeznam shundoq deydi. Yeznam 7-tag'idan anglabdi. 7-tag'i sizdan anglabdi ekan-ku. Orangutan bilan emas, bir odam bilan yurgandi. Rasma, ems xotirjam bo'ldim. Dadi bir bilan yurib yetibdi-da, zodi kim bilan yurayotgandi? U odatdagi odam emas, bir er kishi. Er kishimikan? U er kishi bo'lmamdi emsa. U zodi qandaqroq er kishikan? U to'limi salobatlik, adablik, egiz bo'yliq, qovul odamkan. Rasma, bo'ldi, o'ynamayman. Uyga berib, dadidan so'rab boqay. Gapim taxi tugimidi. U erning yoshi oz degandimi, 60larda bor. Dadi nimandaq kelmaydigandi. Qaraganda loyig'i bilan tomoq yeyotgan o'xshaydi-da. O'lgurchiman, seni o'ldirib yetaman. Opa, tomoq pishdimi? O'g'ri! Qizim, bu men. Opa, nima ish qilyapsan, birning bo'lmagansan? Chivin o'ltirayotgan, hech nima bo'lmadim. Qizim, bugun nima ishlar qilding? Hech ish qilmadim. Uning chiroyi turqi qandaqroq? Opa. Bo'ldi, deyishmayli. Tomoq yeyli, ha? Uning ismi nima? Ayjon, sana loyig'im yo'q dedim-ku. Bo'ldi, yemayman. Demisangmi amalim bor. Achangga qarsam, loyiqining borlig'ini bizga degisi yo'q o'xshaydi. Bu ishni aniqlash uchun Shishodi, yo'q, birinchi nomer. Ati bir kun achangni nazorat qilsa, xo'p,
Başka mesele var mı? Acamni nazorat qilmasam bo'lamdi. Bo'pti boray. Dadi, men mush yerda ishlayman. Ha, shahardagi eng egiz yonbayvan saroyini siz boshqaramsiz? Ishingiz rostla jafolik ekan. Undaqmi emas. Dadi, bir stakandan qahva ichaylik. Ma'qul. Qonun muqaddasdir. Janoblar, kechiring, xato kirib qolibdiman. Ay, o'zimni o'yda qiladi-ku. Shodi, televizorni o'chirib at. Varang-churang bo'lib ketdi. Ma'qul. Sizlar zarnim qilyapsizlar. Hammani aniqladik. Sen shahrimizdagi birinchi boy yongbayvan bilan aralashib yetibsan-ku. Qaysi yongbayvan? To'liq xubsanlik qilma. Shodi bugun kaynanga tushgan, hammani menga doklad qildi. Sen bilan qahva ichgan odamni deyman. Ha, yang apandim damsizlar. Uning bilan tanishganimga texnik necha kun bo'ldi. Gap vaqt emas. Puli bo'lsili bo'ldi. Gap yoshda emas. Puli bo'lsili bo'ldi. Gap er yoki ayol bo'lishida emas. Puli bo'lsila, bu gap qamlashmadi. Zoda nimalarni da'vatsizlar? Dadi, uni biz bilan qachon ko'rishtirsan? Ha? Ay, sizlar xato tushunib qopsizlar. Yang apandi ishimiz faqat qizim. Garchi yosh farqinglar cho'ng bo'lsa-mu, lekin bir-biringlarni yaxshi ko'rsanglar, ondan uning puli bo'lsa bo'ldi emasmi? Dadang ishimizga qarag'in, ha? Shu, men qaramamsan. Ham qiyri, ham puli yo'q. Hargiz bunday odamga uchrab qolma. Bo'ldi. Sizlar nima ish ekanligini bilmaysizlar. Sizlar gap qo'g'cha kirib shuyni aytchi. Kim o? Kechiring, bu chin dadining uyimi? Tag'a, dadini izlamdingiz? O'zingiz Familiyam Yang. Ha, o'g'limiz keldi. Yo'q, dadining do'sti kelsizda. Qani, kiring. Men shu sizlarni alohida yo'qlab keldim. Bu mening ozroq ko'nglim. Quruq kelaversangiz bo'lmamdi. Bizni yod ko'rsangiz bo'landi. Avar bu narsalarni ko'tarib kelibsiz. Nima bu? Ko'rib boqaychi. Hammasi donliq markalik narsa ekan bu. Men qarang, so'mkamni qaytarib beramsiz. Yantaga, Yang apandi, siz yongbayvan saroyida ishlaysiz-ku deyman. Shundoq. Butun binoni o'zingiz yolg'iz boshqaramsiz? Apsi. Dadi ishqillarning ishini angladik. Hammani bildinglarmi? Dadi haqiqatan yaxshi qiz bola ekan. Uning uchurg'inim mening ta'lim. Shundoq, Dadi rostla yaxshi qiz bo'ldi. Sizlar endi qanday qilayli deysizlar? Dadidek yaxshi qizni tarbiyalaganlarga rahmatimni bildirish uchun mushanba
hammanglarni mehmon qilib olay. Qandoq deysizlar, ha? Bo'ladi. Vah! 5 yulduzliq mehmon saroyining restorani boshqacha bo'ladi ekanda. Qarshi olamiz. Qani bu yoqqa marhamat. Nima tomoq yeysizlar? Bizga cho'ngrak, sadaq qo'lovlisi, chipor beliq, ish qilib esil narsalardan akilavering. Apa, baribir yang apanda mehmon qiladi emasmi? Yaxshiroq narsalarni yemizsak, sat bo'lmamdi. Men qarang, yana 3 kishilik sadaq qo'lovlisini xalta qachlab bering. Ep ketadigan narsani hozirni buyurtamsiz. Unutib qolmay deyman-ku. Amsa cho'ngrakning yana ishkini qo'shib qo'ysin. Bo'ladi, rahmat sizlarga. Kechiringlar, sizlarni saqiltib qo'ydim. Hech qisi yo'q. Dadi, bugun sizga yana bir qatim rahmat aytish uchun bu yerga chaqirdim. Sizlar aralashib yetib turibmi, bir-biringizlarga shundoq tuzit qilamsizlar? Nima? Undaq ish yo'q. Apa, nimalar deydigansan? Biz qandoq sizga aralashqudakmiz? Yang apandi mening do'stim. Sizlar xato tushunib qolibsizlar. Dadi bak yaxshi qiz ekan. Shu kuni dadi meni uyga akab qo'ymagan bo'lsa, qandoq qilardim tang? O kuni haminimni o'g'riga berib qo'yib, avtobusga chiqolmay turardim. Elim yaxshi dadi menga pul berib turdi. Yonbayvanmi avtobus qo'ltiramdi. Lekin men yonbayvan emas. Lekin siz Yonbayvan saroyini boshquraman dedingiz-ku. Shundoq, men saroyning boshquruvchisi, u yerdagi ushshaq-tushak ishlarni boshquraman. Asli mundoq ekanda. Endi biraylar qattiq umidsizlanadigan bo'ldi. Dadi yaxshi ish qilgan tursa, kim umidsizlandi ekan? Undaq emas. Hamma odam yaxshi ish qilsa jamiyatimiz texmi go'zal bo'lmandi. Nadiki umidsizlanishgan u. U tomoqlarni mundoq chiqmaydi qandu. Vay. Men shundaqmi? Hozirla boraman. Kechiringlar, binoning hojatxonasi to'silib qopti. Bormasam bo'lmagidak. Keyincha billa o'ltiramiz. Tomoq keldi. Qani, marhamat. Men qarang, tomoqlarni qaytirg'ili bo'lamdi. Bu yo'q odamga restoranda nim bor deyman. Tez yuyinglar.